Ayollarda ko'krak implantlari bilan ko'kraklarni kattalashtirgandan so'ng farzand ko'rish bilan yoki bola emizish bilan muammolar bo'ladimi yoki yo'q? Ayollarda ko'krak implantlari bilan ko'kraklarni kattalashtirgandan so'ng, ya'ni mammoplastikadan so'ng, albatta bola ko'rish bilan, farzand ko'rish bilan bog'liq muammolar bo'lmaydi. Albatta operatsiyadan keyin 3 oydan keyin albatta farzand ko'rishni plan qilsa bo'ladi. Bola emizishga keladigan bo'lsak, agar sizning ko'kraklaringiz katta bo'lib yoki osilgan bo'lmasa, ya'ni sizda ko'kraklarni kichraytirish operatsiyasi bilan birga ko'krak implantlari operatsiyasi qo'shib qilinmagan bo'lsa, faqat ko'krak implantlarini o'zi qo'yilgan bo'lsa, albatta sizga bola emizish bilan ham muammolar bo'lmaydi. Buni albatta mutaxassis qabulida, plastik xirurg qabulida aniqlik kiritib olishlaringiz mumkin. Sizga qanaqangi operatsiya to'g'ri keladi. Ko'krak implantlari qildirishni, ya'ni ko'kraklarni implant yordamida kattalashtirishni istasangiz, kommentariyalarda 3 sonini yozib qoldiring.